2018-yilning oxiri, 3-sezon, 3-yirpi kelgan davr. Mashhur bo'lib kelayotgan PUBG Mobile Babe bilan kollaboratsiya qildi. Sizlardan har doimgidek like va podpiska, mendan esa sifatli kontent. Gap yo'q, sariq Babe eng mashhur, birinchi bo'lib fioletoviy Babe kelgan. Va u juda ham qimmat bo'lgan. 180 bitta ochish, 10 tali 1620 UC. Fioletoviy Babe ham atak legenda. PUBG Mobile communitysi Babe'ni juda yaxshi kutib olganligi uchun 1 yildan keyin yana bir bor kollaboratsiya qilishdi va bu safar endi sariq rangli Babe PUBG Mobile'da eng mashhur kiyimlardan biri. O'sha payt gelik kostyumizatsiya qilib rozыгрыш qilishgan edi. Endilikda bizning keysda Babe papkasi, skовородка, beyzbolka va qora rangli Babe futbolkasi ham bor edi. Bu keys oddiy keysga o'xshab 540 va 60 ga ochilgan. O'sha paytdagi Babe tushirib olganlarga ekan realni havas qildim. Endilikda akkauntda Babe bo'lsa, bu kamida 1000-2000 dollarlik akkauntlar. 2 oydan keyin 2018-yil dekabrda oq Babe qo'shiladi va u 3600 ga full set olishingiz mumkin edi. Menimcha bu eng qimmat kiyimi, eng arzon narxda berilgan Babe. Babe'lar ichida menga eng yoqadigani bu oq rangli Babe bo'ladi.